Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bu meni birinchi intervyu videoyim va o'sha birinchi intervyu videoni o'zida kalla qo'ydim jo'ski. Hozirning o'zida montaj davomida kadr o'chirib tashlagan ekanman. U kadrni o'zi tiklab bo'lmaydi, lekin o'zim qayta kirish qilmoqchiman. Sizlarga yaxshi kayfiyat tilab qolgan holda intervyumizdan bir yaxshi ma'lumotlar olasizlar degan umiddaman va Los Gates Germaniyaga keldingiz. O'sha haqida gaplashamiz. Eng birinchisi va oddiysi birinchi taassurotingiz qanaqa bo'ldi? Kelganingizdan keyin. Kelganimdan keyin shunaqa aeroportga tushganimizda shunaqa nemis tilida gapiryapti odamlar, tez gapiryapti-da. Bundoq qiyin, shunaqa qotib qolganman. Prosta men bo'ldi, katta hayotga tushdim. Hech kimim yo'q. Men o'ylagan o'sha katta binolar. Birinchi Frankfurtga tushganman chunki hujjatlarimni tez qilganimizda dugonam bilan hech qayerni bilmayman, hech kimni tanimayman. Men Frankfurt Flughafendan Hauptbahnhofdan EC'ni topib, tezyurar poyezd topib, Nyurnbergga borishim kerak. Nyurnbergdan пересадкада oilam yashaydigan joygacha borishim kerak. Shuncha umishdagilar va men bitta o'zimman. Qilyapman. Bo'ldi, seni hayoting mana shu yerda boshlandi. Hammasini qilishing kerak. Nemis tilida gapira olmayotgan tilim Germaniyaga kelib chiqib ketdi. Gapirib ketganman. Nyurnbergga yetib kelganman. Qor. Bahnhofdaman. Qaysi oylar bo'lyapti? 25-noyabr. Birinchi marotaba kelganim. Shunaqa qor, chunki O'zbekistonda quyoshli joydan qorga kelyapman, lekin kurtkalarimni kiyib olganman, chunki ob-havoni ko'rgandim men. Keldim, keyin Nyurnbergdan u yergacha yarim soatlik bo'lgan. Ispan bilan borganman, oila kutib olgan, chamadonlardaman. Umuman kutmagandim, nima deydi? Xursandman, bolalar bilan kutib olingan, bu menga juda ham yoqqan. E'tibor qaratishgani. Oila men uchun gamburger tayyorlashgan, Yevo degan. Keyin tanishganmiz ozroq, juda ham charchagansan, keyinroq tanishamiz, mayli sen uxla degan. Birinchi kunim uxlaganman, chunki men o'zbek qiz ishlaydigan oilaga kelganman. U yerda o'zi ishlayotganman. Ishlaydigan qiz bo'lgan, u menga tushuntirgan. U bilan biz 1 oy ishlaganmiz u oilada, men va u. Menda ozroqqina juda ham katta stress bo'lmagan birdaniga. Chunki 25 kelgan bo'lsam, 26-kuni yakshanba bo'lgan. Biz Nyurnberg shaharini aylangan chiqqanmiz. Birdan tanishtirishga juda ham zo'r bo'lgan. Zo'r. Oila kutib olgan, bolalar bilan qanaqa grafikda ishlardi? Misol uchun bog'chaga borasiz yoki maktabgami, birinchi sinf bo'lsa, shularni qisqacha aytib bersangiz, imенно au pair davomida o'zi qanaqa bo'lgan hammasi? Birinchi oilam haqida aytadigan bo'lsak, Germaniyaga kelganimdagi birinchi oilamda 2 ta o'g'il bo'lgan. Biri bog'chaga chiqardi, bittasi uyda bo'lardi. Unga biz qarab turishimiz kerak edi, uxlatish. Otasi uxlatardi, faqatgina bolani nazorat qilish. Uy ishlariga yordam berish, undan tashqari mening nemis tilim bo'lardi. Nemis tili kursiga qatnashardim. Haftada shanba, yakshanba kuni bu meni kunim edi. Dam olish kuni. U vaqtda xohlasam aylanishim, xohlasam uyda bo'lishim va o'zim uchun qiziqarli narsalarga o'tkazishim mumkin edi. Demak, ishingizni bajarasiz, misol uchun bolalarga qaraysiz, nazorat qilasiz, bo'sh vaqtingiz bo'ladi, undan keyin to'liq o'zingiz sarflaysiz. Til kursisi dedingiz, o'qishga borardim dedingiz, u kim qoplab beradi? O'zingiz qoplaysizmi yoki oila qoplab beradimi? Qaysi darajagacha? Bu Germaniyada au pairlar uchun qonun bor. 70 yevrogacha oila qoplab berishi kerak. Agar 70 yevrodan oshsa, agar oilangiz yaxshi bo'lsa, sizga yordam bermoqchi bo'lsa, intensiv kurslar olmoqchi bo'lsangiz, u oilani mulozamatiga, ya'ni oilani yaxshiligiga bog'liq, lekin 70 yevro qonun bo'yicha yozilib qo'ygan, yangi qonunda. 70 yevro imенно sprachkurs uchun beriladi. Undan tashqari Taschengeld bo'ladi. Bu siz uchun cho'ntak puli. 280 yevrodan 320 gacha beriladi bu. Ish soati 6 soat. Lekin men 6 soatdan ham ko'proq ishlaganman, chunki o'sha uyda yashaganim uchun, oila yaxshi bo'lgani uchun shunaqa bo'lgan menda. O'zi
qisqacharoq aytib bersangiz, o'zi nechta oila almashtirgansiz? O'zi Germaniyaga kelib o'zi bu qanaqa jarayon bo'ladi? Bu normal holatmi yoki oila misol uchun o'zi aytishi mumkinmi? Yo'q, bizga to'g'ri kelmading deb. Yoki sizdan qanaqadir oilaga nisbatan nimalar yoqmagan bo'lishi mumkin. Shularni aytib bersangiz. Qanaqa bo'lgan shu menda Germaniyaga kelmasimdan oldin birinchi oilam bo'lgan, u bilan shartnoma olganman. Ular orqali viza olganman Germaniyaga, lekin u oilaga bormaganman. Ikkalamiz ham yo'q deganmiz, chunki meni qo'lim kesilgandi. Ularga aytganman, 1 hafta kutinglar, men 1 haftadan keyin tiket olaman va Germaniyaga kelaman. Hamburgda ular stomatologlar oilasi edi. Men Ausbildingimni davomini ularni praksisda qilishda ham plan qilgandim. Ha. Demak, o'zi bundan hammasi oldin sizning maqsadingiz Stomatologiyada Ausbilding qilish bo'lgan. Zo'r. Bu уже O'zbekistonda hal qilib bo'lgansiz bilan. Shunaqa. Demak, hozir sekin xarita qurilyapti. O'zbekistonda mana institutdan keyin hal qilasiz. Mana shu AUPER orqali Chanarskka o'taman. Zo'r yo'l. AUPERga keldingiz, Chanarsk. Oilaga aytganman, chunki ikkalasi er-xotin ham stomatologiyada ishlaydi, doktorlar oilasi edi. Men aytganmanki, AUPERdan keyin men Ausbilding qilmoqchiman. Meni qo'llab-quvvatlaysizlarmi bunda deganman. Oila aytganki, ha degan. Lekin oila bilan oxiri bir-birimizga to'g'ri kelmadik. Dugonam yashaydigan oilaga keldim. U meni birinchi oilam bo'ldi. U yerda men 2 oy yashadim. O'sha Nyurnbergda. Nyurnbergdan keyin men 15 kun dugonamnikida yashab turganman, oila qidirish bo'yicha. Ko'p oilalar bilan gaplashganman. Keyin turk oilaga borganman. Bu meni ikkinchi oilam. Turk oilada chiqib ketishimning asosiy sabablaridan biri menga Germaniyada yashash uchun anmilling hamda Versicherung qilib bermagan. Bu degani siz noqonuniy ishlayapsiz. Agarda erta bir kun siz bilsa, bu Germaniyada chiqib ketishingiz kerak. Va qaytib kirgizmaydi sizni. Katta shtraf bilan tushasiz yana. Va eng oxiri yana turk nemis oilasiga yashaganman. Shunaqa qilib qonuniy viza olganim bitta bo'lib bo'lmasa, ikkinchi alishtirgan joyim turk oila va ikkita yashagan oilam noqonuniyroq bo'lgan. Ular 3 ta yashaganim. Qora mavzularga yarashgan bo'lgan. Shunaqa. Yaxshi. Zo'r. O'sha oilada tugatgansiz hammasini. AUPER yilingizni. Eng oxirgi oilamda 6 oyimda tugatdim. O'zi qarang, mana AUPERda aynan belgilangan fiks monatlar bo'ladimi? Misol uchun siz 6 oy dedingiz, aynan farqi yo'q. Любой oilada bo'lsa ham 6 oyni tugatishingiz kerak. Yoki 2 oy berda o'qib, o'sha yerda bolasiga qarab yashab, keyin bu yerda 4 oy tugatsa bo'ladimi yoki qanaqa bo'ladi? Aslida menga berilgan viza bitta oilaga 1 yil davomida bo'lgan, lekin oila bilan shartnomamiz bo'lmagani uchun men chiqib ketganman. Ikkinchi oilam o'zi AUPERlikda 3 marta imkoniyat beriladi siz alishtirishingizga. Agar oila sizga to'g'ri kelmasa yoki siz oilaga to'g'ri kelmaysiz, bu narsa aytiladi va agar oilaga siz to'g'ri kelmasangiz, oila aytadi va undan keyin 14 kundan keyin siz chiqib ketishingiz kerak. Chunki 14 kun ichida, siz 2 hafta ichida yangi oila topishingiz kerak. Demak, vaqt beriladi. Vaqt beriladi. Birdaniga chiqib ket degan narsa bo'lmaydi. Va agarda siz xohlamasangiz ham oilaga aytishingiz kerak va yangi AUPER olish uchun ularga 2 hafta muhlat berilgan bo'ladi. Shunda ikkala tomon ham minus zarar ko'rmaydi. Hammaga vaqt beriladi, yaxshi. Ausbildingda ham shunaqa deshsan. Shunaqa. Xo'p, bo'ldi. Mana shu oxirgi oilangiz bilan nimalar ko'proq esingizda qoladi? U oilada qanaqa bo'ldi hammasi, misol uchun? Chunki hamma endi AUPER dasturi bo'yicha kelmoqchi bo'lganlarga nima ma'lumot berardingiz o'sha oiladan kelib chiqib? Nima, misol uchun, boya aytdingiz, nemis tilini yaxshilash kerak dedingiz. Yana nimalarni yaxshilasa bo'ladi? Yoki hech narsani shart emasmi yaxshilash? Agarda AUPER vizasi juda ham zo'r, qizlarga ham o'g'illarga ham eng tez olinadigan viza. Tilini yaxshilash uchun, boshqa davlatlarni ko'ra olish uchun zo'r programma. Men aytamanki, kelmasin emas, faqatgina til darajasini yaxshilagan holatda, ya'ni o'zini ifoda qilib berish. Bir bilan deydi, birni bilmagan holatda kelgan qizlarni bilaman.
Ularni holatini ham bilasiz. Holatini bilaman. Meni uyimga kelgan nechtasiga yordam berganman. Bu narsalarni bilaman va o'zim ko'p oila alishtirganman. Menda til bo'yicha bo'lmagan. Masalan, ikkinchi oilam bo'yicha ham til bo'yicha ketmaganman. Uchinchi oilam bo'yicha ham til bo'yicha emas. U yerdagi muhit, ya'ni menga to'g'ri kelmadimi? Menda alishtirish imkoniyati bormi? Men alishtirganman bu narsani. O'ziga to'g'ri kelmasa bemalol haq-huquqlaringiz bor. Shunaqa agarda au pair bo'yicha kelmoqchi bo'lganligi aytadiganim tilni yaxshiroq o'rganish va ko'proq nemis tilini o'rganish, ya'ni undan keyin au pairdan keyin nima qila olaman? Agarda ularda maqsad bo'lsa, yaxshi, agarda aylanish maqsadi, faqatgina aylanish yoki nemis tilini yaxshilash uchun Germaniyaga kelmoqchi bo'lsa, bu yaxshi. Undan keyin agar qolish maqsadi bo'lsa, nemis tilini o'rganishni maslahat beraman. Zo'r maslahat. Qarang, misol uchun kimdir kelmoqchi au pair bo'yicha B1gacha o'qidi. O'tkala oladimi yoki o'zi au pairda aynan talabi qanaqa? Til juda zo'r bo'lishi kerakmi yoki sal pastroq darajada bo'lishi kerakmi? Asosan o'zi A1, A2 deb yozilgan. Bunda B1 darajada xohlaydiganlar, masalan, bola 8 yosh, uni darslarini qilishga odam kerak. Unga yordam kerak. O'sha uchun, ya'ni bolani ham tushunish uchun B1 darajada gilar ham kelsa bo'ladi, lekin vizani B1 darajadagilarga bermaydi. Chunki aytadiki, bu au pairdan keyin qolib ketishi mumkin degan narsani biladi. Bu narsani elchixona biladi va bermasligi mumkin. Ko'p holatda vizadan отказ olishi mumkin. Keyingisi, mana eng oxirgi oiladan so'radingiz. Men uchun mana shu 6 oy 1 yilga teng bo'lgan. U oila haqida soatlarcha gapirish mumkin. Menga Germaniyadagi ota-onam kabi munosabatda bo'ldi. Bolalari o'z ukam, singlim kabi bo'ldi. Bizni rasmlari ham Instagramga ham qo'yganman ularni. Rasmlar chiqadi. Chiqadi. U oilada meni hujjatlarim umuman bo'lmagan va hammasini biz noldan qilganmiz. Noldan hammasi Anmeldingini uchun yozganmiz. Meni versioxronlarimizni almashtirgan eng qimmat versioxronlardan. Barmer bo'lsa kerak. Shunaqa eng qimmatidan qilganmiz va men uchun au pair.comdan til kursi olib berdi. O'zi intensiv kursiga yozdirmoqchi bo'lgandi, lekin joy to'lib qolgani uchun men bora olmaganman. Lekin oila menga juda ham ko'p yordam berdi. Haqiqatan Ausbildung topishim, uy topishim, hammasiga meni oilam, Germaniyadagi ikkinchi oilam deya olaman. O'sha turk oilada au pair qildingiz, tugatdingiz, undan keyin yo'lingiz qanaqa bo'ldi? Hozir Ausbildung qilasiz, o'sha Ausbildunggacha bo'lgan yo'lingiz qanaqa bo'ldi? Mana hozir Gisindasiz. Zo'r savol. Nima uchun Gezindaman? Menda oilam yaxshi bo'lgani uchun oilamdan uzoqroqqa ketishni xohlamaganman. Bolalarga, oilaga bog'lanib qolganman. Chunki meni Germaniyada yaqin insonim yo'q edi. Meni oilam O'zbekistonda, hamma yaqinim O'zbekistonda. Bu yerda hech kim ushlab turadigan hech narsam yo'q edi. Kimdir yonimda bo'lishi kerak edi. U oilam edi. O'zimga yaqin joylardan qidirish boshlaganman. Bir kun sartaroshlikka borganman. U yerda probiran arbaitan qilganman. Ular olishmagan. Bu yerda qilganman. Shartnoma emailimga kelgan, o'zi sen bilan shartnoma qilamiz degan. Va men endi ko'p joyga yozganman-da, bilasiz, Germaniyada juda ko'p joyga yozasiz. Faqat qaraganman. Qaysiligini tushunmay qolasiz. Yo'q, men qaraganim bilasizmi? Nechta joydan anaqa o'xshamadi. Ya'ni yo'q javobini olyapman deb qaraganman. Keyin unga umuman e'tibor ham bermaganman. Qarayapman Instagramda menga xabar kelyapti. Men o'sha stomatologiya praksisga borganman-da. Soat 7:30dan soat 12gacha ishlaganman. Bu mening proba arbaitim bo'lgan. Ya'ni o'sha hozirgi ishingizni. Hozirgi ish joyim. Keyin kafecha damlaganman, chunki bizda kafe mashinalar, oshxonamiz ham juda ham zo'r, katta stollar, shirinlik hamma narsa turibdi. Bu sen uchun deyapti. Olganman-da, kafeni rasmga tushirganman. Rasmga tushirganman-da, Instagramga joylaganman shu joyda olinganligi haqida. Ular esa
bu narsani bilgan, ya'ni ularni joyini belgilagandim, ularga borgan. 2 kun o'tyapti, Instagramga qarayapman, menga yozgan, emaildan senga yozdik deb. Javobini o'qi deb. Javobini o'qi deb, qarayapman. Ishonmayapman, chunki Germaniyada hamma narsa emailda yoziladi. Hamma narsa terma, hamma narsa soatiga qaraladi. Qanaqasiga deb o'zimga o'zim ishonmayapman. Gazim o'tirmay aytyapman. Qara Burchi, qara bu narsani emailim turib menga Instagramdan ham yozibdi desam, senga qiziqish bildiryapti degan. O'sha vaqtda. Keyin borganman, shartnoma bilan tanishib chiqay deganman, chunki hammasini o'qib chiqishim kerak edi men. Borganman, tanishib chiqqanman, keyin jo'natganman va ularga aytganman men. Qachon boshlay olasan deganda men aytganman oktyabrdan boshlay olamanmi? Chunki men hozir boshlay olmayman. Chunki au pairgacha vizam oktyabrgacha deganimda ular aytgan. Mayli, sen lekin berib shuling boshlashing kerak degan. Borib turishing kerak. Avgustdan berib shuliga borishing kerak degan. Chunki senga muammo bo'lib qolmaslik, biror nimani tushunmay qolsang qiyin degan. Lekin menga bir tomonlama minusiga ham ishlagan, tushunmagan joyim. Chunki men 3,5 yil o'qishim kerak hozir endi. Chunki men birinchi shulini boshlaganman, oktyabrda vizam chiqqan, ishimni boshlaganman. O'shani hisobiga men 6 oy qo'shimcha o'qib berishim kerak hozir. Bu shunda hozir qanaqa bo'lyapti? Hozir 3 yil bo'ladi. 3 yil? 3,5 bo'lgan. U qanaqasiga? Oldinroq maktab boshlagan. Oldinroq maktab boshlaganim uchun. Avgust oxirida, lekin 1 oy oldin boshlaganman. Ish joyim 1 oy kech boshlaganim uchun menga shunaqa chiqqan. Buni Men keyin tomondan. bilgansiz. Keyin bilganman, men bilmaganman ungacha. Agar bilganimda ertaroq uy topib, ertaroq ko'chib, ertaroq men vizamni hal qilgan bo'lardim. Lekin hammasi boshqacha bo'lgan. U mana shu cho'zdirish har doim hamma joyda bir xil bo'ladimi yoki men sizni vaziyatingizda, ya'ni anaqa vaqtliroq boshlaganingiz uchun bo'ladimi? Yo'q, menda vizam ham oktyabrgacha bo'lgani, men o'ylaganman oktyabrdan keyin boshlasam yaxshi deganman va yangi au pair kelishi kerak bo'lgan oilamga. U o'rganishi kerak bo'lgan 3 ta bola bilan oilamni tashlab keta olmaganman. Ularga yordam beradigan kimdir ishonchli inson yo'q edi. O'sha uchun menga aytgan, oktyabrdan boshlay olasanmi degan oilamam. Men ham ha deganman. Va ungacha men uy qidirishim kerak bo'lgan. Birdan oson bo'lmagan. Xo'p, mana ish joyingizga ham keldik Madina. Endi ish joyingiz haqida qisqacha aytib bersak, nechta odam ishlaydi, kim nima ish qiladi misol uchun? Marhamat. Okey, men bu yerda 1,5 yildan beri ishlayman. Ausbildingimda hozir 2-yili. Haftada 3 kun ishlayman. Bu yerda bizda men asosan ikkita shef bilan ishlayman. Haftada 1 kun bitta shef bilan va qolgan 2 kunni esa boshqa shef bilan o'tkazaman. Umuman bizda 3 ta atsubi va 12 kishi ishlaymiz. Umumiy 12 kishi ishlaymiz. Ikkita shef dedingiz, ular qaysi ma'noda shef yoki ikkalasi ham boshqaradimi? Bittasi boshliq va bittasi esa bu yerga yaqinda kelgan. Chunki bizda ish o'rni yangi ochildi va yangi doktor keldi va biz u bilan ishlaymiz. Zo'r. Ausbilding davomida o'zi ko'pchilik nima ish qilasiz? Qanaqa aufgabelar beriladi sizga? Misol uchun, birinchi yilingizda shu-shularni ko'proq qilgansiz, ikkinchi yilda уже более professionalroq etapga o'tgansiz, misol uchun. O'shanaqa narsa qanaqa bo'lgan aufgabelar? Menda birinchi yili, masalan, patsientni qanaqa kutib olish, uni xonaga kirgizish, undan tashqari esa qanday boshliq bilan ishlash. Boshliq qanaqa instrumentlarni ishlatadi va har bitta instrumentning nomini o'rganganman. Röntgen bo'ladigan bo'lsa, röntgenda qanaqa röntgen qilinishi, laboratoriyada ishlaymiz. Biz laboratoriyada qanaqa ishlar bo'lishi haqida, hammasi haqida menda o'zi stomatologiya haqida hamma bilimlarni birinchi yilda olganman. Hozir esa bizda qulayligi bu ish joyimni, bizda отдельный labor bor, bizda отдельный zamonaviy texnologiyalar bor. Ular bilan ishlay olamiz. Va har bittasini qanday ishlatilish, hamma narsasini bilaman. Demak, birinchi yil просто o'sha stomatologiya sohasi bilan tanishuv bo'lgan. Ikkinchi yil уже ko'proq texnika bilan.
ko'proq texnikalar va qanday ishlatilishi va qanday boshliq bilan ishlanishlar haqida. Zo'r. Texnikada misol uchun avgablar beriladi-ku. Misol uchun 3 kun ishlasangiz, har kuni har xil avgab beriladi, to'g'rimi? O'sha ko'pincha qaysi birini prям shpas bilan qilasiz, mazza qilib? Eng yaxshi ko'radigani boshliq bilan tish ildizini davolash. Ko'proq vaqt ketadi, lekin juda ham menga yoqadi. O'sha ishlashi. Chunki bizda maxsus endobehandling bor. Va bu U nima qiladi? Hozir qisqacha aytib tish bersangiz. ildizini mustahkamlab olib qolish, ya'ni tishni olib tashlamaydida, uni davolab, ya'ni Ko'proq saqlab qolish. ko'proq saqlab qolish. Zo'r, zo'r. Endi qarang, misol uchun Ausbildingni tugatdingiz elik. 1 ketdi, 2 ketdi, 3 ketdi, xudo xolasa. Buni tugatgandan keyin siz o'sha yordamchi sifatida qolasizmi? Bo'ldi, hech qayerga boshqa qimlash imkoniyatingiz yo'qmi? Yoki qanaqadir yana weiter Entwicklunglar ham bormi? Qo'shimcha rivojlanishga. Misol uchun bitta patolog degan joyga, ya'ni eng baland cho'qqiga chiqish imkoniyati bormi? Agar o'sha cho'qqi bo'lsa. Yaxshi savol bo'ldi. Ausbildingdan so'ng men Ausbildingda sertifikat olaman va bu yerda ishlab qolsam ham bo'ladi. Ishlash davomida men 2 yil qo'shimcha professionallikka o'qisam bo'ladi. U yerda masalan menejerlik bor, u yerda yanada uni yo'nalishlari bor va uni ham o'zimiz tanlaymiz. Masalan, men xohlasam professional treynerni tanlaydigan bo'lsam, faqatgina men tishni tozalash, toshlardan tozalash va kichkina bolachalardan 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lganlarni esa profilaks assistent qilib ularga tushuntiraman bolalarga. Tish yuvish haqida, qanday tish yuvilanadi va ular haqida bo'ladi hammasi. Zo'r. Endi o'zi bar So'ncha O'zbekistonga tish doktoriga borgan bo'lsam, bunaqa narsalar bo'lmaganda hechkinalik unda. Hozir bu juda professional eshitilyapti, hozir hamma aytishingiz, demak, o'sishi bo'ladi baribir bundan keyin. Zo'r. Endi o'qishga o'qidingiz, nimadir o'zgaradimi? O'zgaradi, pluslaridan oyligingiz oshadi. Agarda bu 2 yilgacha davom etadi, agarda siz yaxshi o'qiydigan bo'lsangiz, o'sha 2 yillik faxta siz 6 oyda yopadigan bo'lsangiz ham sizda oyligi oshadi, pluslari, sizda urlobstagingiz o'zgaradi. Shunaqa. Zo'r. O'qishni kimdir to'lab beradimi yoki o'zingiz to'lashingiz shartmi? Qanaqa bo'ladi mana shu narsa? Germaniyada Ausbildingda o'qish bepul. Praksisda esa ishlaganimiz uchun boshqa tomonidan oylik olinadi va 27 kun meni urlob tagim bor, o'shani pulini ham boshliq to'lab beradi. Zo'r. Ya'ni dam olishga chiqib kelsangiz ham daromad keladi. Bemalol men agarda ta'tilda bo'ladigan bo'lsam ham oyligim o'zgarmagan holatda bo'ladi. Va agarda men sog'ligim bilan qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa ham bu ishxonam tomonidan qoplab beriladi. Felsixuring tomonidan qoplab beriladi. Umuman muammo bo'lmaydi. Zo'r, zo'r. O'sha davomli o'qishingizda yordam beriladimi? Aynan qanaqadir yosh studentga yordam degan ma'noda imенно davomli o'qishingizda yoki bo'lmaydimi? Zo'r savol bo'ldi. Bunda men sizga ayta olamanki, agarda boshlig'ingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, boshliq 50% ni yo bo'lmasa 80% gacha to'lab beradi. Bu sizni boshlig'ingiz bilan bo'lgan shartnomangizga bog'liq. Agarda siz shartnomani yaxshi qiladigan bo'lsangiz, boshlig'ingiz to'lab beradi. Masalan, menga boshlig'im aytgan, agarda qolsang, bu yerda davom ettira olsang, men senga to'lab beraman degan. Zo'r. Demak, boshliq bilan juda yaxshi bo'lish kerak. Shunaqa. Boshliq bilan yaxshi bo'lib, ya'ni ishingizni yaxshi ko'radigan bo'lsangiz, ishingizni sevadigan bo'lsangiz, bularda sizga nisbatan qo'llab-quvvatlash bor. Zo'r, zo'r. Xo'p, bitta to'xtalmoqchiman yana. Boya aytdingiz, bolalarga ko'p narsa tushuntiramiz dedingiz. Kattalarga ham tushuntiriladi. O'sha misol uchun kun o'zi qanaqa o'tadi? Misol uchun yosh bola klient keldi, uni ota-onasi olib keldi. Uni qanaqa olib kelasizlar o'sha palataga? Ya'ni o'sha joyga yotqizasizlar, tishni qanday ko'rasizlar? I katta odamni, vaksinlarni qanday ko'rasizlar? Anaqa yordam ko'rsatasizlar. Mana shuni to'liq aytib bersangiz. Agarda yosh bola jonli keladigan bo'lsa, ota-onasi bilan birinchi bizni agarda uni tishida karies bo'ladigan bo'lsa, yo bo'lmasa tishini bizni tozalashi, nima uchun tozalash kerakligini kechqurun yoki ertalab tozalanish haqida biz hammasini ularga tushuntiramiz. Agarda tishini bizni
plova qiladigan bo'lsak, unga aytamiz, masalan, mana bu paxta, ko'ryapsanmi, ushlab ko'rishing mumkin. Yo bo'lmasa mana shu instrument, xohlasang ushlab ko'rishing bo'ladi. Bu bilan shunaqa bo'ladi. Qo'rquvni yo'qotish maqsad. Qo'rquvni yo'qotish uchun va bu u uchun juda ham qo'rqinchli tuyulmasligi uchun. Biz lampadan foydalanamiz va o'shanda ko'ziga ochgacha beramiz. Ya'ni o'sha lampaga qara olishi uchun. Ha, tushunarli. Kattalarda qanaqa bo'ladi, misol uchun? Kichkinalar ham qo'rqib ketsa, nima bo'ladi keyin? Biz ko'proq qo'rqmasligi uchun harakat qilamiz, tushuntirib beramiz. Agar juda ham yig'lasa, bizda shunaqa narsa borki, bo'ldi, boshqa kunga yana termin olish. Chunki bizani ham soati chegaralangan, har bitta mijoz uchun soatlar belgilangan. Agar kattalarda bo'ladigan bo'lsa, biz unga birinchidan turamiz, og'riq bo'lmasligini, judayam masalan, bizda so'rovnoma bo'ladi. Masalan, yurakda muammosi bormi, qanaqadir allergiyasi bormi, masalan, biz ukol qilganimizda uni to'ldirib chiqadi. Biz unga qarab, uni o'qib chiqamiz va shunga qarab har bitta mijozga alohida davolanadi. Zo'r. Xo'p, ishingiz haqida ham ko'p narsalarni bilib oldik. Endi menimcha berush usuliga yo'l olsak bo'ladi. Okay. Xo'p, berush usuliga ham yetib keldik hozir. Endi mehmonimizdan, Madinadan berush usulida kun qanaqa o'tadi va berush usulida stomatolog assistenti nima bilan shug'ullanadi? O'shani eshitib bilib olamiz. Madina, marhamat. Именно berush usulida, Veli brand berush usuli. Bu yerda siz nima qilasiz? Qaysi fanlardan dars o'tishadi sizga? Bu yerda bizani bu yangi shulimiz. Bundan oldin men Bebertalda o'qiganman, keyin bu yerga yangi shulga ko'chganmiz. Hamma narsa zamonaviy ichlari va darslar zo'r o'tiladi. Bizda darslar haftada dushanba hamda juma meni dars kunlarim faqatgina o'qishda bo'ladi, 8 soatdan dars. Bularning ichiga nima kiradi? Birinchi juma kuni bo'ladigan bo'lsa, biz 2 soat sport, sportdan keyin biz politika 1 soat, undan tashqari biz organizatsion, masalan, qanday rixnum qilish bularni o'rganamiz va shulida fax darslarimiz bor. Bu mana shu stomatologiya yo'nalishiga biz uchun nima kerak? Inson organizmi, bu anatomiya o'tiladi, tish ildizi qanday davolanadi, qanaqa instrumentlar bilan, qanday bosqichlar bilan davolaniladi. Buni hammasini biz shulida o'rganamiz. Har hafta bizda nazorat ishlari olinadi, test olinadi. Hammasiga biz har doim tayyor bo'lishimiz kerak. Dushanba kuniga keladigan bo'lsak, dushanba kuni ham biz 8 soat u aprexnum. Bu biz hisob kitobini o'rganamiz. Birinchi yili bizda matematika bor edi, sport bor edi. Keyin bizda 1,5 yillikda oraliq test bo'ladi. Bu switching proofing. Unda biz o'tilgan mavzular bo'yicha imtihon topshiriladi. Buni ichida faqat tishdan tashqari biz organizmni o'rganib chiqamiz. Nima uchun? Masalan, hozir biz yurakda o'rganyapmiz. Bu nima uchun kerak? Biz aslida agarda patsientda yuragi bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, qanday buni davolash jarayonida qanday bo'ladi? Choralar ko'riladi. Bular haqida bizda bilim bo'lishi kerak. Aslida inson organizmi haqida hozir shu narsalarni o'rganyapmiz biz. Demak, faqat tish bo'yicha emas, balki butun tana organizmni o'rganasizlar. Shunaqa rentgenda o'rganamiz. Hali 3-kursda bu rentgen o'rganamiz. 1-kursda faqat biz gigiyenani o'rgandik, instrumentlar nomini bilan tanishdik, qanaqa instrumentlarni qanday ishlatamiz. Shular. Xo'p, har yili, har boshlangan Lernfeldda fanlar o'zgaradi. Misol uchun, 1-yil aytamiz, gigiyena instrumentlarni o'rgandik. 2-yil hozir endi yurak, organizm va hokazo narsalarni o'rganyapsiz. Bu o'zgaradi. 1-yilda biz gigiyena va organizm, mikrobiologiyani o'rgangan bo'lsak, biz 2-yilga kelib tish, karies, masalan, tish ildizini davolash va yuz, bosh bularni o'rgandik biz. Tushunarli. Fanlar umumiy nechta bo'ladi yoki ular ham almashaveradimi? Va bizda nemis tili ham bor qo'shimchasiga. Fanlar alishishi hozircha bizda yo'q.
Faqatgina har doimgi o'tiladigan fanlar bor, lekin masalan 2 haftada bir dushanba faqatgina 4 soatini biz Rixnungga bag'ishlaymiz. Rixnungga necha bag'ishlaymiz? 4 soat Rixnung darsi bo'ladi. Unda biz Rixnung qilishni masalan qaysi patsient, privat patsient bularni hammasini biz o'rganamiz. Bu nima uchun kerak? Ausbilding bitirganingizdan keyin siz xohlasangiz menejer bo'lib ishlasangiz bo'ladi. Chunki siz Avrexningni o'rganib bo'ldingiz. Sizda ko'nikma bor. O'sha uchun ikki xilni tanlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz menejer bo'lib ishlatsangiz bo'ladi. Xohlasangiz assistent bu davolash assistenti bo'lib ishlatsangiz bo'ladi. Tushundik. Demak, misol uchun stomatologiyani tugatganingizdan keyin nafaqat yordamchi, balki o'sha menejer bo'lib ham ishlasangiz bo'ladi, resepsiyonda boshqaruvda. Shunaqa. Zo'r. Nechta fan bor? Bizda nemis tili, politika, Abrechnung va Lernfeld 5 ta. 5 ta. Zo'r. Eng muhimlari bular. Bizda fachbegriff juda ham muhim. Biz nemis tili va lotin tilida bo'ladi darslarimiz, chunki biz lotin tilidagisini ham bilishimiz kerak. Nemis va lotin tilida. Ularni bilishni har bittasini asosan bilishimiz kerak. Sportdan tashqari. Sportda. Xo'p, o'zi birushlida o'sha aytganingizdek darslar o'tiladi-ku, lekin ular qanaqa o'tiladi? Misol uchun haftada 2 haftada bir kelasizmi yoki qanaqa? Dushanba 2 haftada bir kelaman. Juma har doim. Har doim kelaman. 8 soat dars bo'ladi, soat 3:30 gacha dars bo'ladi. Darsdan chiqaman uyga. O'sha kuni ishga borishim kerak bo'lmaydi. Misol uchun Germaniyadagi maktabda beruvchi endi maktabga to'g'rilasa bo'ladi o'zimizda, lekin soatlari universitetga teng. O'shanda ta'lim doirasida nimalar sezdingiz? Ta'limdami? Sizni formingizga qaramaydi. Buni va sizga o'rgatadi. Va u darsda siz nima qilyapsiz bu haqida so'ralmaydi. Masalan, sen telefon o'ynama yoki biror nima qil degan narsa yo'q. Bir ustozimiz bor, lekin shunaqa. Uni darsida telefonimiz har doim oldingi stolda turishi kerak. Yo'q, Shunaqa. Undan tashqari darsda ular bor bilimini beradi va testda hammasini bilimingizni siz berishingiz kerak. Test vaqti siz ko'rsatishingiz kerak nima o'rganganingizni. Zo'r. Va pluslardan biri har bitta o'quvchi, masalan, test bo'ldi, testdan keyin chiqib ketiladi va o'qituvchi chaqiradi. Bahona hammani oldida aytilmaydi va har bitta odamga masalan 20 tadan 8 ta ishladi deydik testda. O'qidingmi bu mavzu haqida? Bilasanmi? Masalan, menda ham qiyin, chunki menda nemis tilim zo'r emas. Hozirgacha aytaman, Germaniyada 2,5 yildan beri yashayman, lekin nemis tilim zo'r emas. Men doim o'rganaman, nemis tili kurslarini olaman, o'qiyman, chunki men o'rgangan bilan berishilidagi boshqa narsa. Fahsh aytganingizdek begrifflar boshqa qattiq ta'sir ko'rsatadi nemis tilida. Umuman tushunmaysiz, bu narsani men o'zbek tilidan keyin bu narsani men tushunishim kerak. Uni uberizatsiya qilaman, o'sha uchun aytaman. Agar men yaxshi not olmayapmanmi, men aytaman, kelasi safar bu testni yana qaytadan topshirsam bo'ladimi? Bu imkoniyat beriladi, lekin agar menda juda ham yomon baho bo'lsa, yana bir marotaba test qilish imkoniyati beriladi. Baholaringiz qanaqa? Hozir baholarim to'g'risi zo'r emas. 3, 4 shunaqa. Men uchun normal. Menda bir 6 ham paydo bo'lib qoldi orada, 2-3 marta, keyin testni qayta topshirib, normal chiqarib oldim. O'shanda ham men fach begrifflar bo'lgan chunki. Shunaqa. Keyin bizda shunaqaki, mündlich profildan bor, o'sha uchun tayyorlanishimiz kerak. Hamma fanda bo'ladimi mündlich yoki aynan belgilangan fanlardami? Yo'q, hammasida bo'ladi, lekin Abrexnungdan tashqari. Unda hisob-kitob bor. Shunaqa. Keyin nemis tilimizda bo'ladigan bo'lsa, hozir bizga nazorat ishini test olmaymiz, podkast qilish. Hozir masalan biz bir-birimiz qilyapmiz-ku, xuddi shunaqa podkast qilish. Intervyu bo'ladimi, yangi gaplashasiz? Intervyu pauza bilan uzog'i 15 minutlik degan aprelda meni shunaqa bitta intervyum bor. Zo'r. Endi ta'limni so'radim-ku. Men bu yerda ustoz majburlamaydi-da. O'zimizda misol uchun aytish mumkin, o'qi deb. Bu yerda ustozlarga
o'sha nima qilding shu paytgacha deb ham o'tirmay, umuman farqi yo'q bo'ladi. Muhimi, berilgan vazifani yaxshi bajarib, berayotgan savollarga javob berishda. Qayerdan javob berayotganing ko'pincha o'zi rol o'ynamaydi. Endi ustoz endi rostdan payqab qolsa ChatGPT'larga endi aytadi. Misol uchun o'zimda shunaqa. Lekin qanaqadir o'qi degani yo'q. So'z rosa shaxsan beradi. Qachonki, masalan, agarda dars ko'p qolinsa, Ha, bu mavzu ham bor. Ha. Agarda dars ko'p qolinadigan bo'lsa, o'quvchiga minus. Nimaga? U ekzamenga kira olmaydi, chunki u darsda yo'q, qanaqadir o'zlashtirishda yo'q. O'sha uchun uni ekzameni ham kechga boradi va o'qishi, masalan, men aytdim-ku sizga, meni o'qishim kech boshlaganim uchun 6 oy qo'shimcha o'qiyman. Agar men darsga umuman kirmay qatnashishim kamroq bo'lsa, yana qo'shimcha 6 oy o'qib berishim kerak. qarang, yani darslarga kelmadingiz deylik-da. Misol uchun haftada necha marta o'qiysiz? 2 kun. 2 kun o'qiysiz. O'sha 2 kunda hech qaysiga bormadingiz. Bu davomiy 2-3 hafta qaytarildi. Nima bo'ladi? Unda birinchi o'rinda o'qituvchim telefon qiladi praksisimga. Nima uchun? Firmaga telefon qiladi sirasi. Qatnashmayapti. Praksis mendan so'raydi. Nima uchun? Chunki agarda men kasal bo'ladigan bo'lsam, krank mildumimni, spravkani birinchi ishxonamga, keyin o'qish joyimga oldinroqdan jo'natib qo'yishim kerak. Shart. Bu meni kasalligim haqida aniq belgilangan bo'ladi. O'zimizda spravka ko'pincha yasaladi-ku. Bu yerda yasab bo'ladimi? Yo'q, buni umuman yasab bo'lmaydi. Yasab bo'ladigani bor. Qaysiki onlayn onlayn doktorlar bilan gaplashasiz, ya'ni meni mazam yo'q deydi. Ular o'zi ko'pincha ham tushunib necha kun deydi sizlarga? Uzog'i 2-3 kun deydi va ba'zi bir praksislar buni qabul qilmaydi va siz uchun oylik to'lab bermaydi. Masalan, meni shefimda, lekin unaqa emas, ya'ni agarda men mazam bo'lmasa, onlayn ham spravka qilib jo'natganman. Ular endi doktorlar yozib bergan retsept bilan. Lekin ba'zi praksislarda unaqa emas. Menga deydi, house arsingda o'zi yozib bergan krank mildum bo'lsagina sen kranksan deydi. Zo'r. Demak, darsdan tashqari, misol uchun darsga boraman, endi bemalol aylanaman deyish yo'q. Yo'q. Srazu yetib boradi. Bu yerda ham nazoratdasiz, ya'ni hech kim sizga hech narsa demaydi-yu, lekin baribir o'qituvchi tomonidan, sinf rahbaringiz tomonidan nazoratdasiz siz. Yaxshi. Sizda vaziyat bo'lganmi? Misol uchun bir kuni ishchi kamlik qildida, sizni ishga chaqirishdi o'qish paytingizda. Shunaqa vaziyat bo'lganmi? Bo'lishi mumkinmi? Shunaqa bo'lgan. O vaqtda birinchi ausbildning yilimda shunaqa bo'lgan. Bizda atsupilar hamma kasal bo'lgan. Men borishim kerak bo'lgan va meni o'qish joyimga praksisim yozib bergan. Bizda bugun Madina, chunki nima uchun praksis bu narsani qila oladi? Chunki o'qishimizni pulini praksis to'lab beradi. Tushunarli. Demak, ausbildingda o'qishni o'zingiz emas, firma to'lab beradi. O'qishingizni, keyin oxirida siz mutaxassis bo'lib chiqasiz va o'sha firmada ishlay olasiz. Ishlay olaman. Va yana plyus tomoni Germaniyada o'qishi yil davomida sizdan 4 yevro, bizani sho'likdan 4 yevro yig'iladi. Har bitta mavzudan qog'ozlar beriladi yoki kerakli mavzular testlar beriladi. Hammasi uni ichida 1 yil uchun 4 yevro. 4 yevro. Bu 50 ming bo'ladi. Shunaqa. Kitoblarchi, kitob, materiallar u hammasi maktab tomonidan beriladi? Ikkita kitob berilgan, u ham maktab tomonidan berilgan va men bitirish oldi bularni qaytib berishim kerak. Tushunarli. Zo'r. Demak, o'zingiz yana qo'shimcha sotgansiz nimadir? Shunaqa, masalan, o'qishga tayyorlanish uchun Vision Proofing kitoblarimni praksisim olib bergan. Bu narsalarni men aytganman. Demak, nimadir qo'shimcha olishingiz kerak bo'lsa, praksisga aytasiz. Shunaqa. Zo'r. Yana bitta savol. Sinfdoshlaringiz bilan muloqot qanaqa bo'ladi? Qiyinmi yoki yo'qmi? O'zim misolda aytsam, qiyin-da menda. Juda antisocialman, hech kim bilan gaplashmayman. Ular ham men bilan gaplashmaydi. Bizda shunaqa. Sizdachi?
Menda yo'q. Biz hozir hamma bilan yaxshiman. Hamma bilan gaplashamiz, muloqot bo'ladi, tushunmaganlarimizni bir-birimizga guruh bo'lib biz bir-birimizga tushuntirishga harakat qilamiz. Va meni ham klassimda nemislar Ausländer, ya'ni Ausländerman, boshqa davlatdan kelgan o'rtoqlarim bor. Asosan nemislardan ko'ra boshqa davlatdan kelgan o'rtoqlarim ko'p. Nemislar bilan do'stlashish qiyin. Nemislar bilan do'st topish juda qiyin. Uni topgandan keyin do'stlashish kerak. Shunaqa. Xo'p. U uchun ham vaqt kerak. Unga ham vaqt kerak, to'g'ri. Xo'p, demak, o'qishingiz shu yerda bo'lar ekan. Qiziq joy, katta. Shunaqa bufet bor bu tomonda, bizda ikki tomonda ham o'qiymiz. Ba'zan haftada bu tomondagi o'qishimiz ham bo'ladi. Bu binodagi o'qishimiz. Bu yerda hozir narigi tomonda ham bitta bino bor, bu yerda ham bino bor. O'zi Shunaqa. katta joyga, kampusga ham o'xshab ketar ekan sal. O'qish qiziq bo'lar ekan demak. Imенно atmosfera bo'yicha, chunki juda Sport zallarimiz ham katta, sharoit yaxshi. Zo'r. Xo'p, Va bizda shunaqa narsa bor, shularda agarda siz yaxshi fanni o'zlashtirolmayapsizmi, naxelfi ustozlar bor. ayog'i. U uchun siz registratsiyadan o'tasiz. Hammasi bepul. Ausbilding vaqti, agar nemis tilingiz yaxshi bo'lmasa, bu ham davlat tomonidan qoplab beriladi. Haftada bir kun 4 soatdan dars o'tiladi. Tushunarli, yaxshi. Yordamchi ustoz xizmati ham bor. Zo'r. Shunaqa. Yordamlashadi rost. Imtihonga Siz tayyorlashadi. tushunmaydigan narsalarni tushuntiradi, siz bilan ishlaydi. Bu 4 soat sizga vaqtini bepulga davlat tomonidan bu yordam. Ausbilding vaqti. Germaniyaga kelinglar. Xo'p. Germaniyada nima minuslarni ko'rdingiz? Va Ausbildingingizda ham ko'rdingizmi o'zingiz nimadir? Ko'rganman. Ausbilding aslida ham o'qib, ham ishlash uchun inson ba'zan charchaydi. Bu minuslari deb o'ylayman. Masalan, zo'r ko'ringani bilan, chunki siz ham ishlaysiz, plus ishdan tashqari o'qishingiz ham kerak. Bu katta mas'uliyat. Minuslaridan aytadigan bo'lsam, hujjatlar doim hujjat qilmoqchi bo'layotgan bo'lsangiz, termin kut uzoq davom etadi. Doktorga borasiz, maziz bo'lmaydi. Unda ham 6 soatlab, hatto men Notvalda borgan vaqtim 6 soatlab kutib qolgan vaqtim bo'lgan. Demak, Keyin nemislardan o'rtoq topish qiyin. Birdan siz bilan do'st bo'lib ketmaydi. Ular ko'radi, kuzatadi. o'zingizni chekkada juda his qilasiz. Odam bir qayerdadir qaysi bir jamiyatda haydalgandek his qilasiz o'zingizni. O'sha tomoni bor. Ba'zan yolg'iz his qilaman o'zimni. Ba'zan ketib borgim keladi. Shuncha kerakmi senga degan vaqtlarim ham bo'lgan o'zimga. Minuslarini aytsam, har bitta davlatda minusi bor. Men shu jamiyatda yashayapmanmi? Shu jamiyat menga yordam beryaptimi? Buni minuslari ham ba'zan men uchun plusga ham ishlaydi. To'g'ri ko'rasiz. Men hayotimni hamma qismini bu yerda davom ettira olamanmi degan savol beraman. Erta bir kun farzandim bo'ladi. Bu yerda bilasiz, har xilcha jamiyatlar bor. O'zingizni diningizni qattiq ushlab turish, an'analaringizga sodiq qolish, bu qiyin. To'g'ri. Va siz bu yerga asta moslashasiz. O'sha o'rtoqlaringizdan uzilasiz, chunki har doim sizning vaqtingiz bo'lganda ularning vaqti. Uydagilar yana O'zbekistonda. Haftada 2 haftada bir, bo'lmasa hafta oxirida bir gaplasha olaman uyimdagilar bilan. Qiyin juda. O'sha tomoni. Men 2,5 yildir hali uyimdagilarni ko'rganim yo'q. O'sha tomoni bor. Qiyin juda. Kimdir 1 yilda borib keladi. Lekin bu narsani mas'uliyatni hammasini bu hayotni men tanladim va bu hayotdan men nolishga haqqim yo'q. Zo'r. Germaniyani men tanladim. Bu yerdagi qiyinchiliklarni bilmasdim, lekin bu narsani o'sha nolga tushib qolgan vaqtimda qanday kvant sakratish qilib chiqishi, ya'ni hamma narsada baqirish bilan emas, aql bilan ish ko'rishni o'rgandim. Zo'r. Germaniya yaxshi, lekin
O'zbekiston ham yaxshi deydi hamma. O'zbekiston yaxshi, Germaniya yaxshi, lekin har bitta o'sha aytganingizdek davlat minusi bor. O'shaning uchun har bir davlatni ham juda ideallashtirish ham noto'g'ri. Shunaqa. Chunki har joyni qilma orzu, har joyda bir toshni tarozi deydi. Shunaqa. Chunki o'zim ham o'sha aytganimdek 3 oy faqat aylanib yurganman, ko'zim yarqirab ko'ringan, keyin ozgina o'tgan, o'zi to'xtadi. Hozir men nima qilyapman? Hayotim hozir 3 oy aylandim faqat. Shunaqa yana hayotimni tugataman shuni aylandim. Keyin sekin to'xtadim, hayotim to'xtadi. Keyin real qara boshladim atrofga. Shunaqa. Endi o'sha oxirgi savolimiz. Madina qanaqa o'zgardi? Madinami? O'ziga ishongan Madina bo'ldi. O'z so'zi borligini o'zi bildi. Aslida o'zi bildi. Germaniyaga keldim. Qaysidir ma'noda o'zimni hayotimni Instagram boshladim, blog yurita boshladim. Yangi do'stlar bilan tanishdim. Do'stlar hatto oilam kabi bo'lib qoldi. Yaxshi insonlar bo'ldi hayotimda. Hozir ishim bor, Xudoga shukr. Bir xonada bo'lsa ham bir xona uyim bor, ko'chada emasman. O'z pulimga o'zim sayohat qila olyapman. Yevropani ko'rdim, 6 ta davlatda bo'ldim. Allohim yaratgan mo'jizalarni o'z ko'zim bilan ko'ra oldim. Va moliyaviy erkinlikka nechadir foiz erishdim. Ya'ni oilamdan pul so'ramayman. O'zimni hayotimda noldan qurish uchun aslida Germaniyaga kelganman. Yangi hayot bor. Yangi hayot uchun. Zo'r. Madina ancha o'zgardi demak. Rahmat. Endi bildik Germaniya qanchalik odamni o'zgartirishini. Shu. Demak, endi menimcha do'stlar, intervyuni ham sekin yakunlasak bo'ladi. Madina, sizga kattakon rahmat. Madina ancha o'zgaribdi. Rahmat kattakon. Sizga ham. Hammaga xayr, ko'rishguncha.